Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun biz Rishton tumani To'da qishlog'iga qurilish materiallariga kelganmiz. Hozir Akmaljon akamiz bizga materiallarni yoritib beradi. Assalomu alaykum Akmaljon aka. Akmaljon aka, shifrlardan boshlaylik, bo'lmasa narxlarimizni. Qo'soydiki shifrlarimiz. Garantiyasi bor 2 yil. 41 ming qilib beramiz. 41 ming narxlari. Xo'p, endi to'sinlarga o'tsak aka, metrlari Xo'p, starapilalarimiz necha bo'ldi? Shular narxlarini yoritib berasiz. Bruslarimiz bor. 13.7 4 metrlik 90 ming. 90 ming. Bruslarimiz. Xo'p, aka bu to'sinlarimiz necha bo'ldi? To'sinlarimiz 5 metrlik bular. 5 metrligimiz 155 ming. 155 mingdan ekan. Xo'p. Starapilalarimiz aka? Starapilar. Terakimiz 85 ming. Bu o'zimiz teraklar ha, shetga. Xo'p, 6 metrdan ekan. Ular narxi necha pul aka? 6 metrligimiz 85 mingdan. 85 mingdan. Xo'p, yana nimalarimiz bor aka? Reka, peka. Rekalarimiz ham yo'g'imiz bor. Ustunligimiz bor 4 metrlik. Ustunlik 40. 4 metrlik to'sinlarimiz bor. 4 metrlik to'sinlarimiz mana. 35 ming bor. 85 ming bor. Xo'p. Aka, endi rekalarni bir yoritsak. Hozir rekalarimizga o'tamiz. Xo'p. Gipsakartonlarimiz necha puldan aka? Gipsakartonlarimiz ichkari patologimiz bor 35 ming. Ichkari patologlar 35 mingdan. Devorimiz 38 mingdan. Ichkari tashqarilarimiz. Xo'p, mana gipsakartonlarimiz. Patologimiz bor. Xo'p. Bular razmerlari qanaqa bo'ladi aka? 3 kvadratlikda 1.20 ga 2.5. 1.20 ga 2.5. Bular ichkarinikimi? Ichkariniki. Ko'klarimiz tashqariniki. Aha. 55 ming. 55 mingdan. Ichkari patologimiz, tashqari patologimiz 50 ming bo'ladi. Tashqari patologlarimiz 50 ming so'mdan ekan. Aka, endi rekalarga o'tsak. Xo'p, dastavka xizmatlari alohida aka. Xo'p. Menda mana mixlarimiz, samarajlarimiz kelaveradi. Mixlarimiz 13 mingdan kelishtirib berishar ekan. Xo'p. Rekalarimiz aka bular 4.5 ga 2. 3700 so'mdan rekalarimiz ekan. Bitkimiz bor 3.5 ming. Xo'p. 4 ga 2miz 3.5 mingdan bularimiz ha. Xo'p. Yana nimalar bor aka? Xo'p. Bu qanaqa rekamiz aka bu? Shipir rekalar. Bu terakmi yo rossiyskiy ha? Xo'p. 7 ming beramiz. 7 ming. Narxlarimiz 7 ming. Ular qanaqa aka? Ular ham rossiyskiy 6.5 ming. Xo'p, nimalarimiz qoldi aka yana? Strapilamiz bor. Starapila. 3.5. Aha. 115 ming. 115 ming. 14 ga 3.5. 11 bor. 11ligi 38. 92 ming qilib beramiz. 92 mingdan 11ligini berishar ekan. Ana uni 105 ming, 104 ming qilib beramiz uni. Bular qanaqa aka? Qaytdiki bular? Rossiyskiy 14 ga 3.5 bu ham mana. 14 ga 32 beradi uni. 32. Xo'p, yana anaqda qanaqa temirlar bor aka? Bu temirmi nima bu? Dekor plas bor. Dekor plaslarimiz ham bor ekan. Lagalarimiz 5. 13.5 ga 5. Narxlari qanaqa? 85 ming, 85 ming. 95 ming. 14.5 ga 95 ming ekan. 70 ming beramiz. 14 ga 32 beradi. 14 ga 32 miz 75 ming deysizmi? 70 ming beramiz. 70 ming. Aha. Yana kesalarning kelishtirib beradi, xudo xolasa. Karnizlarimiz bor ekan, manaqa. Dekor plaslarimiz bor. 3 metrligimiz 22 mingdan 28 minggacha, 4 metrligimiz 28 mingdan 36 minggacha. Yana nimalarimiz qoldi aka? Karnizlar. Har xilidan bor ekanda aka bular, gullida. Bular necha puldan aka? 25 ming. 25 ming so'mdan. Bular 23 ming. Metri necha metr bo'ladi aka? 280 bo'ladi. 280 bo'ladi. Pollik taxtalarimiz ham bor ekan. Bularimiz necha puldan aka? 12 miz bor. 12lik 40 mingdan 40 ming so'mdan ekan. 4 metrdan aka bularimiz ha. Hop.
Bular qanaqa ekan? 50 ming, 49 ming qilib beramiz. Bular ham pollik, a? Shpont. Shpont. Laganimiz bor. Necha pul deysiz bu shpontimiz? 50 ming. 50 ming so'm. 49 qilib berishar ekan. Lagalarchi ekan. Lagalar 58 ming qilib beramiz. 11 ga 3,5. 11 ga 3,5. Bo'ldimi aka, tugadimi yo bormi endi? Xo'p, dastlabki xizmatlarimiz albatta chiqarib berishadi. Yana adresni qaytarib o'taman. Rishton tumani, To'da qishlog'i. Tunikamiz qopti. Tunikamizni buni 15 mingdan qilib berishar ekan. Bu qalinidan ekan. Yupqalari bor ekan. Bular 13 mingdan qilib berar ekan. Bu rangsizlari yupqasini 13 ming, 12 ming. Yana kechalaring kelishtirib beradi. Bunaqa hozir yangi ranglilar nima deydi? Juda hadovoy bo'lyapti. Ham qalinligiga gap bo'lishi mumkin emas. Bularimizda 15 ming, bularimizda 13 ming, 12 mingdan qilib berishar ekan. Kelaverasizlar, bag'da miq, samarez, shunaqa barcha turdagi qoqaydigan, qatiraydiganlarimiz bor ekan. Bu yerda tortib qilib berishar ekan. Xo'p. Bag'da chiqanoqlarimiz ham bor ekan. Endi buni kelib o'zlaringga yarashasini kelishib olsalaring bo'laveradi. Siz kanalda yangi bo'lsangiz albatta podpisatsiya tugmasini bosib, like bosib qo'ying. Xudo xolasa shunaqa yangi videolarni chiqarib boramiz.